Qadrdonlar, barcha yaxshi kayfiyat. Uyga beton quyish nech pul desanglar, videoda oxirigacha ko'rsanglar, bitgan holati faqat bizning kanalda boshidan boshlab, ishni boshidan boshlab oxirigacha ko'rsatadigan kanal faqat bizning kanal. Albatta obuna bo'lib qo'ysanglar, qurilish bo'yicha narx-navolarni bilib turasizlar. Ishlarni ko'rib turasizlar, nech puldan quyilyapti. Shular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Ko'rib turgan joylar, xudo xolasa shu yerga to'rxona uy ayvoni bilan qo'yib beramiz. Mehnatimizni qadrlab bitta mana bunday qilib like bosib qo'yasiz. Bitgan holatigacha ko'rsatamiz. Nech puldan qo'yib berdik, shular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Qani unda ishni tanishtirsam, ko'rib turgan joylar to'rxona uyga xudo xolasa ayvoni bilan qo'yamiz. Podnoshkasi chuqurligini aytaman, 30 santimetrga 50 santimetr bo'ldi. Uyga beton quyishda qanaqa qilib nolni chiqarsamki, yerda nolni degan savollar bo'lib qoladi. Ko'pchilik qiynaladi yerda nolni chiqargani. Shuni aytib o'tib ketaman. Ko'rib turgan bo'lsangiz, o'rtada ip turibdi. 30 santimetr qoziq turibdi. Shu yerda qoziqdan 30 santimetr shunday o'lchab turib, gidrourinni o'rtasiga otib kesib turib 30 santimetr chiqarib olsa bo'laveradi. Yerda nolini chiqarib olish uchun. Mana shu holatda xudo xolasa yerni nolni chiqarib tekis qilib xudo xolasa tayyorlab oldi. Endi ustiga hozir shuni razmerini aytay. Birinchi chuqurligi 30 razmerda bo'ldi. Ustiga buni ustiga 70 santimetr xudo xolasa qo'yamiz. Nasib qilsa video davomida bitgan holatigacha ko'rsataman. Qadrdonlar, xudo xolasa mana apolovkalar ham tikalab, xudo xolasa qo'yishni ham boshladik. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir uyda razmerini aytaman. Shu ko'rib turgan joylar 5 metrga 320 razmer bo'ldi. Sababini aytaman. Uy solayotganda hamma yoqda hisobga olish kerak. 320 razmerga tepaga to'sin tashlaganingizda 4 metr to'sin to'liq tushadi. O'shani hisobga olish kerak. Uy solayotganda albatta inobatga olib qo'yish kerak. Beton qo'yayotgan tepani ham hisobga olib qo'yish kerak albatta. Xudo xolasa mana apolovkalar tikalab oldik. Xudo xolasa ishimizni ham xudo xolasa ozroq joy qoldi. Endi xonalarni tanishtirsam, ikkita 5 metrlik, ikki-chekada 5 metrdan ikkita xona bo'ldi. Ikkitasi 4 metr bo'ldi. Eni 320 bo'ldi. Ayvonni razmerini necha qo'ysamkin deb o'ylab o'tirganlar ko'p bo'ladi. Ayvonni sal kattaroq qo'ygan yaxshi. Podvalni hisobga olgan holda 240 razmer bo'ldi ko'p turgan joylar ayvoni. Qadrdonlar, shu yerda bir savol tug'ilib qoldi. Buni podnoshkasiga ko'p turgan joylarda balandligi 70 santimetr bo'ladi shu yerda. Lekin eni 30 bo'ladigan bo'ldi. Men aytdim, bir yo'la 40 qilib qo'yaylik dedim ayvonni betonini. Lekin uyda egasi aytayapti, 30 qilib qo'yavering, bo'laveradi deyapti. Ustun tushadi, xolos deyapti. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiringlar. 30 bo'lgani yaxshimi, 40 bo'lgani yaxshimi? Ayvonniki. Keyin yana bitta shu ko'rib turgan joylarda metr so'yda qo'yyapmiz. Shakarobda. Shakarob deyiladi, aralashmasini. Shag'alda qo'ygan yaxshimi yoki shu ko'rib turgan shakarobda qo'yilgan yaxshimi? Uyga betonni qaysi birida baquvvat zo'r chiqadi, ishonchli bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Shuni ham bir yo'li kommentariyada qoldirasizlar. Xudo xolasa mana obyektimiz yakunlanish arafasida hammasini qo'yib bo'ldim. Ko'rib turgan joylar 5 metr, 4 metr, 4 metr, 5 metr bo'ldi. Xudo xolasa mana ayvonni mana shu yerdan ko'rib turgan joylar mana shu yerdan podvalga eshik qo'yyapmiz ko'rib turgan joylarda. Xudo xolasa bitgan jarayonni xudo xolasa video davomida ko'rasizlar. Endi barcha qiziq narxini aytaman. Usta aka, nech puldan qo'yib berdingiz? Shu razmerda desanglar, razmerni boshida aytdim nechiligini. Ko'rib turgan joylarda metrini, 1 metrini 130 ming so'mdan qo'yib berdik. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada o'z fikringizni qoldirasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi obyektda ko'rishguncha.